AirPodslar miyani o'ldiradimi? Ko'p blogerlar aytishicha, AirPodslar miyani o'ldiradi. O'zi aslida shunaqami? 204 Hz chastota to'g'ridan-to'g'ri miyaning yonida bo'lsa, u odam o'lishiga olib keladimi? To'xtang. Bu yerda asosiy omil bu quvvat. AirPodslar esa Bluetoothdan foydalanadi. Uning nurlanish darajasi esa juda ham past. U to'qimalarni qizdirmaydi. Bosh og'rig'i, uyqusizlik va saratonni keltirib chiqaradi deyishdi. Bu ham haqiqatmi? Albatta yo'q. Katta ilmiy tadqiqotlar bunga ishonchli dalillar topmadi. Ularning nurlanish darajasi xavfsizlikning har qanday me'yoridan past hisoblanadi. Demak, bunaqa sarlavhalar shunchaki shov-shuv uchun. AirPodingiz miyangizni o'ldirmaydi. Lekin siz e'tibor bermayotgan 100% sal boshqacharoq bo'lgan xavf mavjud. Bu ham bo'lsa karlik. 80% darajadan yuqori bo'lgan haddan tashqari baland ovoz bu yillar davomida eshitish qobiliyatingizga kafolatli zarar yetkazadi. Radio to'lqinlar emas, balki ovoz to'lqinlari. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, me'yorida foydalaning, lekin ovozning balandligi yoki pastligiga e'tibor qarating. Odatda musiqani qanday balandlikda tinglaysiz? Izohlarda yozib qoldiring.